Dilshodjon, 2 kun oldin deganda nima muammo bor edi? Endi bosh og'riq, Bosh og'riq. qon bosimi, Qon bosimi, o'zimda og'riq bor edi. o'zingizda og'riq, Qo'rquv, vahima bor edi. qo'rquv vahima, Bo'g'imlarimda og'riq bor edi. bo'g'inlarda og'riq bor. Shular qanday bo'ldi hozir? Hozir 80% ga tuzaldim hozir. 80%. Ha, qo'rquv yo'q menda 2 kunda. 2 kunda qo'rquv yo'qoldi. O'zimdagi og'riq ketdi. Og'riq ketdi. Qon bosimim mana ko'tarilmayapti. Qon bosim ko'tarilmayapti. Kayfiyatim yaxshi, a'lo darajada. Kayfiyatingiz- Kuchli kayfiyatda yuraydim. Hozir kayfiyatingiz yaxshi tomonga a'lo, siljidi. a'lo, yaxshi tomonga siljidim man. Vahimachi. Vahima yo'qoldi. Odam dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Tuzalsa bo'lar ekan. Ha. Bilimlar asosida siz bergan bilimlarga tayangan holda, O'sha men aytgan narsani bu yerdan ketib ham o'zingizda ichingizda qo'llayapsiz, to'g'rimi? ha, xuddi shunday. Ha. Ana shuni hisobga miyani quvvati ortdi desam bo'ladimi? Bo'ladi. Ha. Bu ongingizga ovqat yesam, oshqozonim o'zimni og'riydi deb Ha. o'ylaganingiz uchun va o'zingiz aytdingizki, Ha. chaynasam-da hali oshqozonim o'shan boshqatdan aytib bering bekat. Men ovqatni Ha. chaynab boshlaganimdan, xamirli taomdan Ha. o't og'riqi bo'lmaydi deb eshitganman. Ha? Chaynab Boshlaganimda o'timda og'riq qo'zg'alardi-da. hali yutmasingizdan turib. Maqsaddan. Ana buni ongiga o'tirib qolish deyiladi-da, konkret buni misol. Kecha men bu yerda 3 ta somsa yedim, lekin men hech qanday og'riq sezmadim. Hazm qildim shu. Tuzalmaydi deganlar, Ahmadjon Hasanni mashhurlik deganlar, ko'rib qo'yinglar. Mana haqiqiy isbotda. Mana endi Solijon, ismi familiyangizni ayting. Erimga Solijon. Solijon, qayerdan keldingiz? Xorazmlikman. Xorazmdan keldingiz, lekin Toshkentda yashaysiz. Xo'p, sizda nima bor edi? Menda birinchi navbatda qo'rquv, Ha? o'zim o'ylardim yuragim og'riydi. Ha? Keyin davlina o'ynardi. Qo'rquv, yurak, davleniya, Davlina o'ynardi. Bosh aylanish. bosh aylanish. Xullas ko'p joyimda og'riq bor edi, to'g'risini aytsam. Aha. Endi u mayda chudan aytmadim. Asosiy Ha. o'zimda qo'rquv, yurak tez urishi, Ha. tez urib ketardi. Mana shular mana kecha oldingi kun nima qilgan bo'lsangiz, 19-kuni keldingiz, tekin kuniga. Kecha shug'ullandingiz, 20-kuni, mana bugun 21-kuni ertalab 9:15 minut bo'ldi mana hozir. shunday. Qanday bo'ldingiz? Uyqum ham yaxshilandi. Ha? Dori darmonni qo'ydim. Ha? Dori-darmon ichmayapsiz? Kechadan Ha? nima qo'ydim dori darmon. Xo'sh. Qo'rquv yo'qoldi. Ha? Endi qo'rquv qanday desam ekan, miyamda turibdi, lekin qo'rqmayman. Qo'rqmayapsiz? Qo'rqmayapman. Gap shundan qo'rqmayapman. Yuragim tez urmayapti. Yurak yaxshi. Kecha tomog'im og'rib qolganda kecha bo'lgan, Ha. ertalabgacha o'zim tuzatdim. O'zingiz Qanday tuzatdingiz? siz aytgan bo'yicha Ha? tuzalish kerak. Ha. Tuzalish kerak. Ha. Mumkin emas. Issiq suv bilan tuzaladi bu. Deb o'zimni o'zim ertalabgacha qarasam, ertalab tomog'im og'riydi. Hali televizor. Настроением Shu maydonga kelib eshitib ko'rmaguncha. Настроением ham yaxshi. Umumiy olganda sog'ligingiz nechi foizga Hozir meni ham shu 90% ga bor. Ayting, odam dori-darmonsiz sog'ayar ekan. Darmonsiz haqiqatda sog'ayar ekan. Ha. Sizlarga maslahatim, akalar, opalar, Hı. kelinlar mana davolaninglar. Mana biz ham oxirigacha davolanamiz xudo xolasa. Men ishonaman, tuzalib ketishman 100%. Hali 1,5 kundagi natija. Hali kursimizni qolgan kunlarini eshitaylik. Otdan zo'r bo'lib ketadi. Rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling.